Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan oshqozoq hamda 12 barmoqli ichida yashaydigan Helicobacter pylori haqida gaplashamiz. Bu Helicobacter pylori oshqozonning 12 barmoqli ichida yashab, epigastral sohada og'riq, och qolganda ayniqsa og'riq kuchayishi hamda og'izda noxush his kelishi, ko'ngillanish, qayt qilish holatlari, undan tashqari erta to'yish hissiga olib keluvchi bakteriya hisoblanadi hamda 12 barmoqli hamda oshqozon tizimida bir qancha ko'plab kasalliklarga olib keladi. Misol uchun oshqozon 12 barmoqli ichak yaralari, undan tashqari surunkali gastrit holatlari, o'tkir gastrit holatlari, undan tashqari oshqozon poliplari hamda o'sma kasalliklari, rak holatlarigacha olib kelishi mumkin bo'lgan bakteriya hisoblanadi. Endi bu bakteriya spiralsimon shaklda hamda xivchinlarga ega bo'lgan bakteriya hisoblanadi. Oshqozonda kislotali muhitida yashaydigan bakteriya hisoblanadi. Ko'plab bakteriyalar oshqozonning kislotali muhitida nobud bo'ladi, lekin Helicobacter pylori oshqozonning kislotali muhitida yashaydi. Endi sizlar bilan Helicobacter pylorining ishlab chiqariladigan moddalari Helicobacter pylori tomonidan hamda oshqozon 12 barmoqli ichagiga qanaqa qilib ta'sir ko'rsatishini gaplashib ko'rib o'tib ketamiz. Helicobacter pylori o'zidan bir qancha moddalar ishlab chiqariladi. Birinchisi ureaziya fermenti hisoblanadi. Ikkinchisi sitotoksinlar hisoblanadi. Uchinchisi gidrolik fermentlar hisoblanadi. Ureaziya fermenti oshqozonning motivinani ammoniak hamda karbonat angidridga parchalab beradi. Natijada oshqozonda kislotaligini neytrallab berishga olib keladi. Endi shuni hisobiga Helicobacter pylori kislotali muhitda bemalol yashay oladi. Hamda Helicobacter pylori xivchinlari orqali harakatlana oladi hamda xivchinlari orqali oshqozonni shilliq qavati, 12 barmoqli shilliq qavatiga botib kirish xususiyatiga ega. Undan tashqari Helicobacter pylori tomonidan gidrolik fermentlar ishlab chiqariladi. Gidrolik fermentlardan lipaza hamda proteaza hisoblanadi. Endi bu gidrolik fermentlar oshqozon shilliq qavatida shilliq ishlab chiqariladi hamda oshqozonni shilliq qavatini himoya qilib turadi. Agar oshqozon shilliq qavatida shilliq ishlab chiqarilmasa, bu oshqozonda ishlab chiqarilgan kislotali muhit oshqozonda shilliq qavatini kuydirib qo'yish xususiyatiga ega. Endi bu Helicobacter pylori tomonidan ishlab chiqarilgan proteaza fermenti oshqozondagi shilliqni suyultirib oladi. Natijada shilliq suyulib ketish hisobiga oshqozonning kislotaligi shilliq qavatga kuydirib qo'yish xususiyatiga ega. Hamda shu orqali Helicobacter pylori shilliq qavatga o'tish xususiyatiga ega bo'ladi. Undan tashqari Helicobacter pylori tomonidan sitotoksin oqsillari ishlab chiqariladi. Bu sitotoksin oqsillari shilliq qavatni hujayralarni o'ldirishiga hamda shilliq qavatdagi hujayralarni tartibsiz bo'linishiga olib keladi. Hamda ikki xil oqsil ishlab chiqariladi. Vaka oqsili hamda kaga oqsili ishlab chiqariladi. Vaka oqsili bu oshqozon shilliq qavatida hujayralarni o'lishiga olib keladigan oqsil, zararli oqsillar hisoblanadi. Undan tashqari kaga oqsiliga keladigan bo'lsak, bu kaga oqsili oshqozonda hujayralarni normal bo'lishini buzib qo'yadi, ya'ni tartibsiz bo'linishiga olib keladi. Natijada polip yo bo'lmasa o'sma, rak hujayralar, rak kasalliklariga olib kelishi mumkin bo'ladi. Bu kaga oqsili bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni Helicobacter pylori bu rak kasalligiga olib keladigan bakteriya hisoblanadi. Undan tashqari bu Helicobacter pylori organizmda, ya'ni oshqozonda ishlab chiqariladigan gormonlar muvozanatini buzilishiga ham olib kelishi mumkin. Ya'ni oshqozonda gastrin gormoni ishlab chiqariladi. Helicobacter pylorini ko'payib ketish hisobiga gastrin gormoni ko'payib ketadi. Gastrin gormoni ko'payadigan bo'lsa, oshqozonda xlorid kislota ishlab chiqarilishining ko'payishiga olib keladi. Ya'ni xlorid kislota gastrinning omili ko'payadigan bo'lsa, oshqozon hamda barmoqli ichagiga shikastlovchi ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni qancha kislotali muhit baland bo'ladigan bo'lsa, Helicobacter pylorining yashovchanligi shuncha yuqori bo'ladi hamda kislotali muhit qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, shilliq qavatga shunaqa toksik ta'sir ko'rsatadi. Endi oshqozonni himoya qiluvchi omillari bor hamda shikastlovchi omillari bor. Shikastlovchi omillarga bu Helicobacter pylorining ko'payishi, kislotaligi ko'payishi, gastroduodenalniy refluks bo'lishi hamda tashqi muhitdan shikastlovchi omillar bo'lishi bu oshqozonni shikastlovchi omillar. Endi himoya qiluvchi omillarga keladigan bo'lsak, oshqozonda gastroduodenal refluks tormoz bo'lishi, kislotali me'yorda bo'lishi hamda Helicobacter pylori bo'lmasligi, undan tashqari shilliq qavatda shilliq
normal bo'lishi, normada bo'lishi, undan tashqari oshqozon shilliq qavatida qon aylanishi normal bo'lishi bu oshqozonni himoya qiluvchi omillar. Agar bu himoya qiluvchi omillar buziladigan bo'lsa, oshqozonda Helicobacter pylori ko'payib ketadigan bo'lsa, bir qancha kasalliklarga olib keladi. Endi Helicobacter pylori og'iz orqali tashqi muhitdan tushadi, ya'ni iflos suv orqali yo bo'lmasam yuvilmagan meva-chevalar orqali yo bo'lmasam shu og'iz orqali tushadi, ya'ni bakteriya tashqi muhitga kiradi. Tashqi muhitga kirib, oshqozon o'niklarini olishida ko'payadigan bakteriya hisoblanadi hamda bir qancha ko'plab kasalliklarga olib keladi. Endi buni qanaqa qilib diagnostika qilamiz? Diagnostika qilishimizda 4 ta testi bor. Birinchisi qon orqali, ikkinchisi Figides orqali shilliq qavatdan biopsiya olib tekshirish usuli, uchinchisi nafas testi, to'rtinchisi najas antigen testi hisoblanadi. Eng ko'p qo'llaniladigan usullari hamda aniq samara beradigan usuli bu nafas hamda najas antigen biopsiya test usuli hisoblanadi. Endi qon tahlili bu ko'proq avval o'tib, avval kasallangan bo'lsa ham chiqarishi mumkin bo'lgan holat hisoblanadi. Endi bu nafas testi, nafas ureazemiya testi qanday o'tkaziladi? O'zini maxsus usullari bo'ladi, ya'ni maxsus kapsula bemorga ichiriladi. Bemorga ichirilgandan keyin 15 minutdan keyin maxsus o'zini moslamasi bo'ladi. Shu moslamaga bemor foydalanishi 3 minut davomida foydalash so'raladi. Hamda so'ralgandan keyin maxsus moslama maxsus apparatga tiqiladi hamda shu apparatdan musbat yoki manfiyligini aniqlashimiz mumkin. Keyingi usuli bu najas antigen usuli. Najas ya'ni axlatdan namuna olib probirkaga solinadi va probirkaga maxsus tomchi tomiziladi, modda tomiziladi hamda najas aralashtiriladi hamda o'zini maxsus moslamasiga tomchi, aralashtirilgan tomchi quyiladi. Shunda musbat yoki manfiyligi aniqlanadi. Keyingi usuli Figides orqali, zond orqali oshqozon shilliq qavatlaridan ma'lum bir qismlaridan namuna olinadi hamda o'zini maxsus moslamasiga olingan namuna qo'yiladi hamda bu musbat bo'ladigan bo'lsa, bu Helicobacter pylorini iridaksiya, ya'ni antibiotiklar berishga ko'rsatma hisoblanadi. Endi Helicobacter pylorini yo'q qiladigan antibiotiklarimiz bor. Endi Helicobacter pylorini 3li sxemasi, 4li sxemasi, 2li sxemasi orqali davolanadi. Endi davolashda biz IPP preparatlar, ya'ni oshqozonni kislotali muhitini pasaytirishimiz kerak. Kislotali muhit pasaytirmasak, antibiotik dori vositalarimiz ta'sir qilmaydi. Keyingisi antibiotiklar beriladi hamda gastrositoprotektor dori vositalari beriladi. IPP preparatlardan pantoprazol, omeprazol, rabeprazol, ezomeprazollar beriladi. Antibiotiklarda amoksisilin, klatromisin, metronidazol dori vositalar. Gastrositoprotektorlardan Revagit, Mucogen yo bo'lmasam Bismol, Denollar shu dori vositalari beriladi. Shu dori vositalari orqali davolanadi.